Bir kuni bitta bolaga kimdir telefon qilib, "Biz otangni qotilini topdik. Ertaga soat 3 ga yetib kel", debdi. Bola xo'p debdi. Birozdan so'ng sevgan qizi telefon qilib, "Ertaga soat 3 ga yetib kelmasangiz, meni butunlay boshqaga tegib ketishim mumkin", debdi. Bola yana xo'p debdi. Kechqurun o'rtoqlari telefon qilib, "O'rtoq, ertaga soat 3 ga shaharga yetib kel, yordaming kerak". Shunda bola ularga ham rozilik beribdi. Keyin tong otgancha rosa o'ylanib, onasidan maslahat so'rabdi. Onasi unga, "Otangni qotilini topganing bilan otang qaytmaydi. Sevgan qizing boshqasiga tegib ketsa, boshqasini sevib qolishi mumkin. Lekin do'stlaring sendan yordam so'rabdi, ulardan kechmagin", debdi. Soat 3 da bola shaharga o'rtoqlarning oldiga yo'l olibdi. Borsa, do'stlari mashinada kutib o'tirishgan ekan. Bagajda qotilning kallasi, orqa o'rindiqda to'y libosida sevgan qizi o'tirgan ekan. O'rtoqlari esa uni quchoq ochib kutib olishibdi. Ha, do'stlik yo'qolmasin, hech qachon do'stlar. Chin do'stlar yo'g'ingda do'st, yiqilgan chog'ingda do'st, bemor bo'lsang holingdan xabar olsa shunda